Ishi yo'q, yaxshi holatdagi mexanika korobkali metan gazlari bilan Spark so'raganlar uchun bizda navbatdagi Spark avtomobili 2019-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi paysi mexanika korobkali, bosib o'tgan masofasi probegi 192 ming kilometr. Mashinamizda ekonom paket yoqilgan, ya'ni 65 talik 4-pokoleniya yaxshi metan gazlar o'rnatib qo'yilgan. Mashinamizning texnik holatlari a'lo darajada, motor, ходовой, korobkada hech qanaqa muammosi yo'q. 4 ta yangi charmxo yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Mashinamizning 4 ta eshigi va pol qismi shuma izolyatsiyalar qilib qo'yilgan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi zo'r holatda turibdi, qirilib ketmagan, yaxshi chexol poligi bor, Malibu 1 rullar o'rnatib qo'yilgan, signalizatsiya Magicar albatta bor. Akkuratniy, приятный salon, hidlanib ketmagan. Kuzovidagi aybiga keladigan bo'lsak, o'ng taraf orqa krilo eshigi va oldi eshigi sepilgan 3 ta detal. Qolgan joylar 100% toza, bemalol xohlagan ustunlikka tekshirtirib olishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $6400. Telefon raqamlarini video описаниесida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.